Ha ukam, nima kayfiyating yo'q, xo'rsinib o'tiribsan? Nimadan boshlay? Nimadan boshlay? Hamma tomon muammo. Uyda muammo, ko'chada muammo. Ish yo'q, pul yo'q. Taksilik qilishga mashina bor, gaz yo'q. Gaz qo'yay desam 2 kun o'chirda o'tirish kerak, 3-chi kun ishga chiqish kerak. Hayotga berish yoqyapti shekilli, xohlagan pozasiga qo'yib berib yotibdi. O'qishim muammo, kredit modulga tashab qo'ygan, unga to'lov qilish kerak. MBlar tiqilib yotibdi, uni hal qilish kerak. Qaysi biriga siqilishni o'ylab o'tiribman hozir. Senga cho'tki maslahat beraman, akali maslahat. Faqat kulmang, xo'p. Hop, kulmayman, seriozim turaman. Qara. Uylan, короче. Uylansang, hammasi o'zgaradi. Nima o'zgaradi? Nimasi o'zgaradi? Uylansang shuncha muammoingga yana bitta muammo qo'shiladi. Voy, bilan xuyat qilaman-da. Shunaqa bilat ichi qora do'stinglar bormi, a? Sekin jo'natib qo'yinglar, o'zi bilib oladi. Manda yo'qmi muammo, sendagi muammo? Yo, biladi o'zini muammosi yo'qmi? Hammada o'zini muammosi. Просто tak yashash kerak. Всё ertaga baribir hammamiz o'lib ketamiz. Shuning uchun uylanib olgan, ko'rib olgan qancha, ko'rib olganing qoladi. Siz ham qachon uylanasiz, jigar? Uylanganingdan keyin shunaqa muammolar paydo bo'ladi, borib, bu muammolaring chipuqa bo'lib qoladi, короче. Buni biza uylanganlar tushunamiz. Nima deylar? Uylamaganlar, nega? Uylanganlarga ham oson emas. Uylan, короче.